bitta narsani scroll qilyapsiz internetda, mashina bo'yicha nimadir kontent chiqib qoldi. O'sha siz ko'ryap turgan kontent mashina bo'yicha eng zo'r kontent, eng dahshati. Keyin bitta o'tkizdingiz, bitta qiz chiqyapti. Musiqaga o'yinga tushyapti. U ham eng dahshati. U qiz o'zini, ya'ni bir oynaga solgandir, boshqa qilgandir, bu reels olish uchun 50 marta shunaqangi o'yinga tushib ko'rgandir. Siz eng zo'r shotni ko'ryapsiz. Yana o'tkizdingiz. Bitta odam menga o'xshagan odam bir aqlli gapni gapiryapti. U ham bu aqlli gapni titib nechta kitoblarda ko'rganda, xuddi sizga bu yerda na muallifini aytib bu gapni, na boshqasini aytib bir aqlli odamdek gapirib turibdi. Hayotingiz faqat eng zo'rlarni ko'rishdan iborat bo'lgandan keyin nima deb o'ylaysiz o'zingizni hayotingiz haqida? Bir bomujda hayotiga o'xshab qoladi-da sizning hayotingiz. O'shaning uchun hozir o'chirish kerak. Na diningizga, na dunyoyingizga, na o'qishingizga bir gram foydasi bo'lmaydigan odamlarda nafiq qilasiz hayotingizga kirgizib. Kuchli bo'lmoqchimisiz? Mana shu disiplinani ham ushlang.